Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bemorimiz bizaga 2 hafta oldin qorin old devori ichak oqmasi tashxisi bilan murojaat qilib keluvdi. Bemorimiz 16 yil oldin ichak o'smasi sababli operativ amaliyot amalga oshirilgan. Operatsiyadan 2 oy o'tib qorin old devorida axlatli ajranmalar kelib boshlagan. 16 yil o'sha shikoyatlar bilan yurganda bemorimizga 2 hafta oldin ustozimiz professor Hayitov Ilhom Mahadirovich bilan birgalikda operatsiya amalga oshirdik. Ichak oqmasini bartaraf qildik. Ahvollari qoniqarli ahvolda bemorimiz o'zlaridan operatsiyadan oldingi va operatsiyadan keyingi holatlari haqida o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum barchaga. Men shu 16 yildan beri ichak oqmasi bilan davolanib kelardim. Shu davolanish natijasida operatsiya bo'ldim. Hozirda ahvolim juda yaxshi. Men hammalariga rahmat aytib qolaman. Shu 14 kun davomidagi holatim ancha yaxshi bo'ldi. Meni oldingiga qaraganda hozir yaxshiman. Hammalarga rahmat. Charles Markinovich. Sog'ayib keting, o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Azizlar, kimda shunaqa shikoyatlar, bezovtaliklar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni qiynamang, bizga murojaat qiling, biz sizga yordam beramiz.